Qaniydi, tishlarim oppoq bo'lgandi. Tishingiz oqarishini xohlaysizmi? Pastani emas. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning sunnatini sinab ko'ring. Ko'pchilik misvokni faqat sunnat deb o'ylaydi. Ammo uning foydalari ham juda katta. Misvok tabiiy ravishda tishlarni tozalaydi. Sarg'ayishni kamaytirishga yordam beradi va og'iz hidini yo'qotishga ko'maklashadi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam uyqudan turganlarida misvok ishlatardilar. Qur'on tilovatidan oldin ham misvoq ishlatish sunnatdir. Ya'ni bitta misvok ham sunnat, ham poklik, ham go'zal tabassum degani. Har kuni atigi 1 daqiqa ajrating. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning sunnatlarini hayotingiz mazmuniga aylantiring. Sunnatga amal qiling. Tabassumingiz ham ibodatga aylansin.